Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 200 ya'ni C-klass bo'ladi. Akalar, mashinamizda 2008-yil ishlab chiqarilgan 200 ming kilometr bosib o'tgan motori, ходовой korobkasi, elektronikasi, xudo xolsa doda holatda. Mashinamizda полный 603 bodikitda. Mashinamizning motori 2 litr kompressor, hattoki propanigacha bor. Narxini eshitasizlarmi? Narxi 16 ming AQSh dollari. Egalari nomerini yozib qo'yaman. Srochniy telefon qilib bosib oladigan joy. Mashinani bitta ko'ramiz. Juda ham chiroyli saka diskali turibdi. Balonlarning holati zo'r. Oldi faralari, restyling faralar turibdi. Oldi kapot ko'rsanglar bo'ladi. Oldi kapot ham 602 qo'yilgan. Xo'p, bakovoylarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Res. Mashinamizda panorama tom. Endi sizlar bilan orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham chiroyli. Xo'p, двойной выхлопной sistema, orqasiga spoiler, ya'ni yubka qo'yilgan. Bagajning ustida ham spoiler turibdi. Orqa faralari diodniy. Endi interyerni ko'ramiz. Interyeri ham skromniy, derskiy. Sidenalarimizda koja bilan, alcantara bilan kombinatsiya qilingan va трехэтапный память sidena, elektropaket полный sidenalarimizda. Xo'p, multifunksional rul, avtomat korobka, oldi sidenamizda abagrev bor, klimat kontrol, changerlar bor, juda ham chiroyli bo'lgan tablosi bor, okalar. Stiklopodъемniklar, детский rejimlar, bakoylarni boshqaradigan rejimlar, hattoki panoramasigacha bor. Okalar, narxini aytdim. Narxi 16 ming AQSh dollari. Egalar nomerini yozib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 200 603 bodikitda doda holatda bosib oladigan joyi.